U qo'lini chiqarib oynaga yopishgan qog'ozni olib tashladi. Yana bir qog'oz yonginasidan uchib o'tdi. Lilian kulib yubordi. Uning ortidan katta bir narsa kelib mashina oynasiga urildi. "Bulochka", dedi Klerfe. "Bu janoblar faqat kolbasasini yeb, nonini tashlab yuborisharkan. Qorni to'yib qolgan nonko'rlar." Lilian qulay joylashib oldi. Tonnelda sirli nimadir bor edi. O'sha sirli nimadir qizga yopishib qolgan hamma narsani bir sidra yechib olayotgandek edi. Qattiq shovqin tirnoqlari bilan Lilianning o'tmishini sidirib tashlagandek bo'ldi. Sanatoriy joylashgan eski sayyora bir umrga ortda qoldi. Daryoni 2 marta kechib o'tish mumkin bo'lmaganidek ortga yo'l yo'q. U to'satdan yer qa'ridan osilib chiqqan, bir vaqtning o'zida qulayotgan va oldinga sudrayotgan yangi sayyorada paydo bo'ldi. Xayolida faqat bir narsa aylanardi. U qutulib chiqdi. U tirik. So'nggi daqiqalarda nazarida uni xuddi uzun yerosti yo'lidan sudrab o'tib ketishayotgandek tuyuldi. Qulayotgan devorlar boshiga tegay deb oldinga, kutilmaganda ura oxirida paydo bo'lgan nurga qarab katta tezlikda yaqinlashib borardi. U qotib qoldi. Bir muddatdan keyin shovqin o'rniga odatiy taqillagan tovush eshitildi va hammasi tinchib qoldi. Poyezd to'xtadi. U yengil harakatlanadigan kulrang yaltiroq bulut bilan qoplangandi. Bu yer ostining sovuq o'lik havosi bilan almashgan hayot shabbodasi edi. Birozdan so'ng Lilian yomg'ir yog'ayotganini sezdi. U mashina tomiga sekin urilayotgan tomchilar shovqiniga quloq tutdi. Yengil havodan nafas oldi va kaftini yomg'irga tutdi. "Aksincha bo'lgani yaxshi edi", dedi Klerfe. "U yerda yomg'ir, bu yerda esa havo ochiq bo'lganida edi. Hafsalangiz pir bo'ldimi?" U bosh chayqadi. "O'tgan yilning oktyabridan buyon yomg'ir ko'rganim yo'q." Klerfe unga qaradi. "Unda boshqa gap. 4 yildan buyon tog'dan tushmadingizmi? Bu xuddi qayta tug'ilishga, ya'ni xotiralar bilan birga qayta tug'ilishga o'xshaydi. Urush, o'lim, qochish, vayronagarchilik xotiralari bilan tug'ilgan. Qalbimning tub-tubida esa bolalik allaqachon yo'qolgan. U shunchalar uzoqda qolib ketganki, boshqa xotiralar qavat-qavat bo'lib uni bosib qolgandek." Klerfe mashinasini shasse tomonga burdi. "Shu yerdan benzin olamiz. Qonli xotiralarni sotib boyiydigan Hubert Xoeringdan emas." U kalitni mexanikka berib, Lilianga o'girildi. "Sizga havasim kelyapti. Yoshlik g'ayratini saqlab qolgan holda hammasini qaytadan boshlash imkoniyatingiz bor." Poyezd ketdi. Uning qizil chiroqlari yomg'ir devori ortiga berkindi. Mexanik kalitni qaytarib olib keldi. Mashina orqasi bilan yurib shassega chiqdi. Klerfe qayrilib olish uchun tormozni bosib turib Lilianga ko'z tashladi. U shovqin solayotgan yomg'ir tomchilaridan pana bo'lish uchun tepasi yopilgan mashinaning bir burchagida xira chiroq nurlari ostida mung'ayib o'tirardi. Uning yuzi mashinaning soati, tezligi va masofa o'lchagich uskunalari chiroqlari nuri yorug'ida xuddi shu barcha uskunalarga va vaqt izmaga bo'ysunmasdek ko'rindi. Lilian naqd ajalning o'zi bilan ko'mozor o'ynayotgandi. Klerfe to'satdan bu poyga oldida boshqa barcha avtomobil poygalari bolalar o'yinidek bo'lib ko'rinishini tushundi. "Uni Parijga olib borib qo'yishim bilan yo'qotaman", deb o'yladi u. "Parijda nima qilish haqida o'ylab ko'rdingizmi?" so'radi Klerfe. "U yerda amakim yashaydi. Pullarimni ham u boshqaradi. Shu paytgacha menga har oyiga yetadigan darajada mablag' yuborib turardi. Endi hamma pulimni olmoqchiman. Katta mashmasha bo'lsa kerak hali. U meni haliyam 16 yosh deb o'ylaydi." "O'zi necha yoshdasiz?" "24 ga 80 ni qo'shing." Klerfe kulib yubordi. "Ajoyib. Bir paytlar men ham 36+80 ga kirgandim. Urushdan qaytgan yillarim." Lilian u tomonga o'girildi. "Keyin nima bo'ldi?" so'radi u tezgina. "Keyin 40 ga kirdim", dedi Klerfe tezlikni oshirib. Mashina shasse bo'ylab pastga qarab yura boshladi. Shu mahal orqadan boshqa motorning guvillagani eshitildi. Bu o'sha tonnel orqali birga o'tib kelgan qizil sport mashinasi edi. Uning haydovchisi benzin quyish uchun biroz to'xtagan. Endi esa xuddi 4 ta emas, 16 ta silindri bordek guvillardi. "Bunaqalar o'zgarmaydi. Poyga qilmoqchi. Keling ko'zini moshlik ochib qo'yamiz. Yoki xom xayollarini buzmaganimiz ma'qulmi? Dunyodagi eng tez yurar mashinaga egaman deb o'ylay qolsinmi?" "Mayli, o'ylay qolsin. Yaxshi." Klerfe Juzeppeni to'xtatdi. Qizil mashina ham to'xtab, haydovchisi signal chaldi. Bu bemalol o'tib ketaversa ham bo'lardi. Joy mo'l edi. Lekin u nima qilib bo'lsa-da poyga uyushtirmoqchi edi. "Nima ham derdik", dedi Klerfe va yana motorni o't oldirdi. "Odamzod shunaqa. Ajal bilan o'ynashgisi keladi." Faidoga yetguncha qizil mashina ularning izidan qolmadi. U Klerfeni quvib o'tishga rosa urindi. U ajalini quvib yuribdi. Klerfe mashinani to'xtatdi-yu, shu zahoti yana gazni bosdi. "Hey, echki do'st, bizni quvib o'taman deb kelib burilishingga sal qoldi." Klerfe mashinasini yo'lning o'ng tomoniga olib, benzokolonka oldida to'xtatdi. Bu gal qizil mashina
to'xtamadi. U guvillagancha ularning yonginasidan uchib o'tib ketdi. Haydovchi ularga g'ijinib qarab qo'l siltab qo'ydi. Birdan atrofga sukunat cho'kdi. Irmoqning childirashi va yomg'irning mayin shivillashidan boshqa hech narsa eshitilmasdi. Mana buni baxt desa bo'ladi, deb o'yladi Lilian. Hayot chig'iriqlaridan oldingi bir daqiqalik sukunat. Bu tunni, jilg'aning mayin shildirashi va ho'l yaltiroq shassini u bir umr unutmaydi. Ko'p yurmasdan qalin tuman qoplamaga duch kelishdi. Kilerfe kichik chiroqlarni ham yoqdi. U juda sekin yurardi. Birozdan keyin yana yo'l chetlari ko'rina boshladi. 100 metr oldinda tumanni yomg'ir yuvib ketgan edi. Keyin yana tumanga sho'ng'ishdi. Ular endigina tumanni yorib chiqishganda Kilerfe Tayqus tormozni bosdi. Ulardan sal narida bir g'ildiragi to'siqdan oshib, jarga osilib qolgan qizil sport mashinasi turardi. Mashina oldida soppa-sog' haydovchini ko'rib, biroz yengil tortishdi. Mana buni omad desa bo'ladi, dedi Kilerfe. Omad alam bilan bo'kirib yubordi haydovchi. Mashinamchi, ahvolini qarang. Kamiga sug'urta ham qilinmagan, qo'lim ham lat edi. Qo'lingiz chiqan bo'lishi mumkin. Bu vahima qilishga arzimaydi. Qimirlayaptimi? Omon qolganingizga xursand bo'lsangiz-chi? Kilerfe tushib, pachaqlangan mashinaga ko'z tashladi. Ba'zan shunaqa to'siqlarning ham foydasi tegadi. Hammasiga siz aybdorsiz, pishqirdi jabrlanuvchi. Meni tez haydashga siz majbur qildingiz. Hammasiga siz javobgarsiz. Nega meni o'tkazib yubormadingiz? Nega poyga uyushtirdingiz? Lilian kulib yubordi. Bu xonim nega kulyapti? So'radi dovdirab qolgan haydovchi. Buni sizga aloqasi yo'q. Bugun baxtli kun ekan. Sizga bir narsani tushuntirib qo'ymoqchiman. Xonim boshqa sayyoradan tushgan. Hali bizning odatlarimizni bilmaydi. U joningiz omon qolganiga xursand bo'lish o'rniga mashina uchun yig'layotganingizga kulyapti. Xonim bunaqa narsalarga umuman tushunmaydi. Men esa aksincha sizga qoyil qolyapman. Yaqin atrofdagi qishloqdan sizga mashina yuboraman. Olib ketishadi. Shoshmang, bunday oson qutula olmaysiz. Ulashmachoq o'ynashga meni siz majbur qildingiz. Agar siz bo'lmaganingizda men xotirjam haydardim. Hamma aybni boy berilgan urushga to'nkashni maslahat beraman, dedi Kilerfe. Haydovchi Juzeppening raqamlariga qaradi. Fransuzlarniki. Pullarimni qanday olaman endi? U qalam va bir parcha qog'oz tutgan chap qo'lini har tarafga siltardi. Menga raqamingiz kerak. Menga raqamingizni yozib bering. Ko'rmayapsizmi? Chap qo'lda yoza olmayman. O'rganing. Men bundan battar narsalarga ham o'rganganman. Kilerfe yana mashinaga o'tirdi. Haydovchi uning izidan qolmay kelaverdi. Javobgarlikdan qochmoqchimisiz? Ha, lekin sizni olib ketganda mashina yuboraman. Nima? Meni shu yomg'irda ko'chada qoldirmoqchimisiz? Ha, chunki mashinam 2 o'rinli. Chuqur-chuqur nafas oling, tog'larni tomosha qiling, omon qolganingiz uchun Xudoga shukr qiling va sizdan ko'ra yaxshiroq odamlar ham bu hayotdan ko'z yumgani haqida o'ylang. Ular burilishlardan birma-bir o'tib pastga tushib borishardi. Bu zerikarli yo'l, dedi Kilerfe. U Lokarnogacha cho'zilgan. Keyin ko'l boshlanadi. Charchamadingizmi? Lilian bosh chayqadi. Charchadim, o'yladi u. Zerikdim ham. Nahotki yonimda o'tirgan bu buqadek baquvvat odam iztirob chekayotganimni sezmayotgan bo'lsa, menga nima bo'layotganini tushunmasa, men tasavvur qilgan dunyo shakli birdan eriy boshlagani va men bilan so'zlasha boshlaganini sezmayaptimi? Yomg'irlar ham, nam qoyalar ham, vodiylar va olovlar ham gapira boshlaganini nahotki bilmayapti? Nahotki endi hech qachon tabiat bilan xuddi Tangrining beshigida yotgandek uyg'un bo'la olmasligimni, bu dunyo qarshisida qo'rquvim xuddi mitti qushanikidek bo'lishini anglaganimni, bu ko'chalar, daraxtlar, mashinalar, quloq mehmonxonalari, deraza ortidan eshitilgan gitara tovushi, Osonia, Cresciano, Claro, Castione va Bellinsona kabi ismlar men uchun hech qachon bo'lmagandek izsiz yo'qolishini tushunmaydi. Xuddi elak kabi hamma narsani yo'qotishimni, tutib qololmasligimni anglamayaptimi? Hech narsani uzoq ushlab qolishga qodir emasligimni bilmayaptimi? Hayot bilan birinchi uchrashuvingiz ma'qul bo'ldimi? So'radi Kilerfe. Shaxsiy mulki uchun ko'z yosh to'kadigan, hayotini bir chaqaga ham olmaydigan odamcha yoqdimi? U ahmoq ekan. Hali bunaqa ahmoqlarning ko'pini ko'rasiz. Men o'zimni anglamoqchiman, o'yladi Lilian. Boshqalar bilan nima ishim bor? Bu yerda turfa xillik bor, dedi u Kilerfega. U yoqda, tog'da har bir odam o'z hayotini juda muhim deb hisoblardi, men ham. Ko'chalar, chiroqlar mashinaning yonginasidan o'qdek uchib o'tardi. Ko'p o'tmay katta maydon ko'rindi. 10 daqiqadan keyin yetib kelamiz, dedi Kilerfe. Bu Lokarno. Guldirab o'tgan tramvay ularning yo'lini to'stirib qoldi. Kilerfe so'kindi. Lilian tramvayga xuddi me'moriy yodgorlikni ko'rgandek tildi. Tramvay ko'rmaganiga 4 yil bo'libdi. To'satdan oldilarida kumushrang behalovat va keng ko'l yostandi. Yomg'ir tindi. Past uzib borayotgan bulutlar oy atrofini yugurib o'tishdi. Sokin qirg'oqdagi maydon ko'rindi. Qayerda to'xtaymiz? So'radi Lilian. Qirg'oq bo'yidagi Tamaro otelida.